Ha, biz har xilmiz. Kimdir boshqa shahar, kimdir boshqa mamlakatdan kelgan. Kimningdir fikri o'zgacha. Kimningdir kiyinishi, kayfiyati, ko'rinishi boshqacha. Ammo shuncha farqlar orasida bizni birlashtirib turadigan bitta so'z bor. Talaba bu erinmay o'rganadigan, izlanuvchan, yangilik yaratuvchi kuch. Talaba bu orzusi yo'lida dadil qadam tashlaydigan inson. Talaba bu yiqilsa ham qayta tura oladigan, ertangi kunga umidi bor avlod. Sizning har bir qadamingizda mehnat, izlanish, yangilikka intilish va o'z ustida ishlash madaniyati mujassam. TIFT universiteti sizning har bir yutug'ingizdan faxrlanadi. Har bir g'oyangizni qo'llab-quvvatlaydi va kelajagingizni yaratishda doim yoningizda bo'ladi. Bayramingiz muborak, aziz talabalar.